Assalomu alaykum Haydar aka. Aleyküm assalom. Birashkachimisan? Ha? Qaysi savollar uchunda? Oldingi 4 yillik gumma perashkalar yana boshlagandim. Aha, Sizga mazasini ko'ring deb olib kelgandim. buni mazasini ko'radigan bizda. Oho, shulku. Qani, Ko'ringlar. oho. Avvalgi 4 yillik pirashkadan boshqacha-ku bu. Ha? Ha. İçiye nima so'rasan? Bu sir Haydar aka. Yo'q. Menga nima aytmaysan? Mana qara. Meni shunaqa bir odatim bor. Bir narsani tagiga yetmaguncha so'rayveraman. Nima solasan ichiga? Mol tili bilan ot yuragi solamiz. Shunisi mazasi boshqacha ekanda. Uni yeganimizdan keyin chevarar ekanmizda, ha? Yana nima gaplar? O'zingizdan qolar gap yo'q Haydar aka. Ortingda bir tog'ing bo'lmasa, bu katta shaharda biznes qilish qiyin. Shu bekamga aytsangiz, bizga tanka bo'lib bersalar. Asadbek tanki bo'ladimi? Menchi. Nega ramayman u? Yo'q Haydar aka. Siz bu Chaynalma. 4 yillik pirashka Haydar akamiga deysan. Tushundingmi? xo'p, Bor. xo'p Haydar, xo'p. Shunday biznesni Asadbekka berib qo'yadigan ahmoq yo'q.